Xorros, parranda ishqibozlari mana shu holatni ko'rib qolsa bor, maza qilishvoradi-da. Nima deysizlar? Assalomu alaykum parranda ishqibozlari, ro'zoylari, sizlar bilan ko'rishib turgandan xursandman. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin. WhatsApp, Telegramga Kozimboy yangi video qiling deganlar uchun va yangi ishqibozchilar Qora Shahzodan tozasi qana bo'ladi aka deganlar uchun yangi video, qisqagina video, go'zal video. Mana makon o'zi tushuntirib qo'yadi qana bo'lishini. E'tibor beringlar makonga. O bo'yinni qaranglar, tojni qaranglar, dumini, tirnag'ini, o orqasi kengligini qaranglar akalar. Mana shu toza Qora Shahzoda bo'ladi. Qoni ham toza. Inshaalloh tabiat chiroyli qilib turibdi, qaranglar. O go'zal tabiatni qaranglar, bu ro'zani tuting, bu ro'zoylari. Miyagidan bergizirib oladigan Qora Shahzodalardan qaranglar. O'rozimiz Qora Girakl laqabi. Mana akalar. Aytgancha zakaslar ozgina zadeshga bo'lib qoldi. Lekin daftarga tushgani, xudo xolasa zakaslar qilib beriladi. Xotir olmanglar, va'da. O tabiat qaranglar. Vah! Miyagidan bergizib oladi. Ana juda ko'pchilik tomosha qilib, mehmon bo'lib ketdi, ko'rib. Qora Shahzodalarimiz qanaqa sifatligini kommentariyaga yozinglar, ko'rganlar inshaalloh. Akalar, bundan-da go'zal, bundan-da zo'rlari WhatsApp, Telegram gruppamiz bor. Shu gruppamda silkasini kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Bemalol o'tib gruppamizga ham qo'shilinglar. Bundan-da go'zallarini o'shada tomoshada qilaverasizlar. O'sha gruppada men ham borman, shu yerda men adminman. Xizmatlar bo'lsa bemalol adminlarga yozaverasizlar. Salomat bo'ling.